Mendan xafa bo'lmang-ku, ammo opangizda insof yo'q ekan. Nuqul tinchimizni buzadilar. Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlar? Rahmat. Ovqating pishdimi? Ha, hozir 5 minutda tayyor bo'ladi, suzaman. Rahmat. Hozir opam qopti. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom ukajon. Yaxshimisan? Ha, rahmat. O'shtizumsiz? Menga yordaming kerak edi. Tinchlikmi? Hozir meni kasalxonaga olib bora olaysanmi? Shu qon bosimim oshgan shekilli. Keyin ozroq pul ham berib tura olasanmi? O'zi ham anchadan beri davolana olmayotgandim-da. Bo'ldi, siz unda kiyinib tayyor bo'lib turing. Men hozir boraman. 10 minutda eshigingiz tagida bo'laman. Baraka top ukajon. Boringga shukr. Xo'p, tayyor bo'lib turing, hozir boraman. Voy adasi, o'zi hozir ishdan kelgan bo'lsangiz, charchagansiz. Undan ko'ra tez yordamga qo'ng'iroq qilishsin. Sen qiziqsan-a? Anta jigarim kasalman desa, men qanaqa hozir uyda jim tinch o'tiraman? Nuqul shopes pul so'ragan. Bizani ham ro'zg'orimiz bor, bola chaqamiz bor. O'ylamaydilarmi shuni? Mendan xafa bo'lmang-ku, ammo opangizda insof yo'q ekan. Nuqul tinchimizni buzadilar. Menga qara. Sen hozir jigarlar o'rtasiga tushmoqchi bo'lsanmi? Sen bilmasliging mumkin. 5-6 yosh paytimda men ko'chamizda suvda cho'milaman deb sal qolgan cho'kib ketishimga. Shu opam qutqarib qolganman. Maktabda ham hammadan himoya qilib yurardilar. Darslarimgacha o'zlari qilib berardilar. Senga uylanadigan paytimda ham o'zlari suvchilikka borganlar. Birinchi farzandimiz tug'ilganda ham hammadan ko'p xursand bo'lganlar, amma bo'ldim deb. Endi shu opamdan ketishimni xohlaysanmi? Men unaqa demoqchi emas edim. Sen shunaqa demoqchi eding. Aytgancha men pul olganda ukangga berib qo'ygan. Nimaga? Ertalab menga telefon qilib qarzga pul so'radi. U seni ukang, seni jigaring. Adasi. Meni kechiring.